Buxoroda abukamga prank. Abuka kechiring aka. Bo'laqo. Chiqolma. Qattiqon qo'yaramiz o'shanga. Nima deb olamiz? O'sha abukamga prank qilaman deyman-da. Bugun prank qilaman-ku, kechiraman. Abukam bilan hozir Buxoroga yetib keldik o'rtoqlar. Iftorlikdan keyin abukamga shunaqa prank qilaman. Tayyormisiz? Oxirigacha. Bo'ldi. Sekinroq yur, vaqtli borib o'tirmaymiz-ku kutib. Borib kutib o'tirsa nima qiladi? Nima qiladigan ishimiz yo'q-ku, baribir borib o'tiramiz shu yerda. Ha, qol. Qiynalyaptilar. Yoralla endi. Etsiz urarlar rostdan. Etingda qoching. Hojat ketdilarmi hozir? Abuka, qulog'imga kley yopishtiruvdingiz-ku? Rashod bo'ldik. Rashod? Rashod bo'ldi aka. Maza. Ha. Toshkent deb o'yladim men. To'l etkiraymi? Ay, voy. Yana bitta kirib chay iching undan ko'ra. O'tirganda bo'lmay, 10-15 marta chay ichish kerak-da uni. Qancha? Xafamansiz, to'g'rimi? Navoiyda gaplashamiz. Yo, xafamasman-da. Navoiyda gaplashamiz. Bo'pti, hozir.